Assalomu alaykum hammaga. 2026-yilda qanday qilib zamonaviy kasb, mobilografiya va SMM ortidan oyiga $500 daromad qilish mumkin degan mavzuda bugun siz bilan ko'rishib turibmiz va qo'shimcha tarzda tadbirkor akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lishi mumkin. Ularga ham muhim mavzu. Shu vaqtga qadar o'z yo'liga mayli. Endi 2026-yilda nimalar o'zgaryapti? Internet, ijtimoiy tarmoq, Telegram, Instagram, umuman video kontentlar orqali savdoyimizda tasavvur qiling, oyiga 100 millionlik savdo qilyapsiz. Qanday qilib 150, 200 yoki 300 millionga ko'tarish mumkin degan savollar o'rtasida bugun bahslashamiz. Men umumiy xaritani sizga chizib bermoqchiman va bu real case'larga qurilgan. Ya'ni o'zimizning o'quvchilarimizda sinalgan case'lar bilan sizga yo'l xaritasini chizib berishga harakat qilaman. Shu kunga qadar onlaynda mingdan ziyod, offlaynda, ya'ni kelib o'rganganlar esa 500 atrofidagi insonlarga ta'lim berdik va 100 tasini biz misol sifatida, andoza sifatida olsak ham ushbu xaritani sizga osongina chizib beramiz. Demak, kamera qarshisiga, ekran qarshisiga yaxshiroq o'tirib oling. Siz bilan bugun 2026-yilda media sohasida, SMM mobilografiya sohasida qanday qilib daromadni oshirish yoki topish mavzusida gaplashamiz. Agar sizni orangizda umuman mediaga ishi tushgan, buni ortidan kichik bo'lsa ham naf ko'rgan bo'lsa, biz mobilografiya, SMM, umumiy ijtimoiy tarmoqlarni kuchini sizga tanishtirishimiz shart emas. Chunki bilasiz, qolganlarda o'xshagan, sizda ham o'xshaydi. Amal qilsa bo'ladi. Lekin umuman bu sferaga kirmagan, tanishi ham, umuman raqobatchisi ham o'qimaganlar, o'rganmaganlar, sinab ko'rmaganlarda shu mulohaza kelishi mumkin. Xo'p, sizni o'quvchilaringizda o'xshabdi, lekin bu narsa menga ham to'g'ri keladimi? Men ham foydalanib daromad ko'ra olamanmi degan savol bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi filtrdan o'tkazamiz. Agarda sizda quyidagi muammolar bo'lsa, birinchi tadbirkorlarni olamiz. Siz SMM xizmatlaridan foydalandingiz, lekin hech qanaqa foyda yo'q. Oyiga 300, 400, 500 dollar, 1000 dollargacha sarflayapsiz. Chiroyli videolar chiqyapti yoki umuman sizga yoqmaydigan videolar chiqyapti va sotuvga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmayapti degan muammo bor bo'lsa, yoki bo'lishi mumkin shu kunga qadar siz an'anaviy biznesdan foydalanib kelayotgandingiz. Restoraningiz bor, umuman sartaroshxonangiz bor, tikuv sexi yoki mebel sexlaringiz bor. Shu kungacha savdo zo'r edi. Sarafon marketing, ya'ni odamlar bir-biridan eshitib sizni qidirib kelib buyurtma berayotgandi. Lekin borgan sari kamayib boryapti va endi men ham yondagi raqobatchimga o'xshab SMM yurg'izsammikan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz tushunadigan tilda aytadigan bo'lsak, Instagramda chiqib mana videolar qilsam, rostdan ham savdo ko'tarilarmikan degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, javobim ha. O'rtoqlar, tadbirkorlarga ikkita taklif berib ketishimiz mumkin. Yo bu sohani o'zingiz o'rganing, agar kichik soha yo'nalish bo'lsa, yoki xodimlaringizni o'qitib bo'lsa-da, yoki SMM kompaniyani yollab xizmatidan foydalansangiz ham biznesingizda qo'llashingizni qat'iy tavsiya qilaman. Nega desangiz, bu 2024-2025-yilda o'zi allaqachon isbotini topib bo'ldi va 2026-yilda kimni biznesi internetda bo'lmasa, ijtimoiy tarmoq orqali sotuv qilmasa, ularni bozordan chiqib ketish ehtimoli juda ham katta. Agarda katta klient bazasiga, ya'ni mijozlar bazasiga ega bo'lmasa. Hozirgi kunda ochiq aytaylik, eskilar qanaqa fikrlarda? Misol uchun, meni dadamning yoshlaridagi insonlar, ular internet orqali kimnidir tanimagan, qaysidir biznesga murojaat qilib bormagan. Sani restoraningdan foydalanaman, sani sartaroshxonangdan foydalanaman yoki qanaqa turdagi bizneslar bor, umuman hammasi qanday bo'lgan? Ular qaysidir tanishidan eshitish orqali o'sha buyurtma bergan yoki o'sha biznesning xizmatidan foydalangan, o'sha tadbirkorga murojaat qilgan. Lekin hozirgi kunda qarang, u kattalar o'z yo'liga eng yosh bolacha chaqaloq 3-4 yoshdan boshlab qo'lida smartfon yo YouTube'da bo'ladi, yo Instagramda o'sha surfing qilib o'tirgan bo'ladi. To'g'rimi? Hozirgi yosh qatlam ham pulida qo'li bor 25-35 yoshlik yoki 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qatlam qayerda ko'proq vaqtini o'tkazyapti? Instagramda, Telegramda. Va demak, siz ham Telegramda, Instagramda sotuvlaringizni bemalol oshira olishingiz mumkin. Kichkinagina Jizzaxni o'zidan misol keltiraman. Bosim bobo, Alisher aka u 28 mingta obunachi bo'lganlarida shogird qo'yaman deb odam olib kelganlar, keyin qanchadir faoliyat yuritganlardan keyin ayollari ham o'qidilar. Bitta mana shu keysni olaylik.
Restoran biznesini biladiganlar yaxshi tushunadi. Bu biznesda birinchi o'rinda lokatsiya, ikkinchi o'rinda lokatsiya va uchinchi o'rinda ham lokatsiya deyshadi. Lekin Bosim boboning joylashgan hududi qayerda? Biz har kuni o'tib ketadigan yonimizda va shunday tushlik qilib chiqay deydigan joyda joylashganmi? Yo'q. Men ular bilan bitta kuchli ko'rsatuv ham tayyorlaganman. Xohlaganlar biznes nomi Bosim bobo desa, to'liq ularning hikoyalarini chiqarib berganman. Ularning hammasi Allohdan. Sababiga qaraydigan bo'lsak, mana shu media bo'lmadimi? Instagram orqali portlab chiqish ortidan butun respublikadan, Jizzax emas, butun respublikadan mijozlarni o'sha nisbatan shahardan, qatnov katta bo'lgan joydan chekkaroqda, qishloq joyda restoran ochib, choyxona ochib, hozirgacha oxirgacha shunaqa bo'lsin, savdolari zo'r ketyapti. Va mana shu videoni ko'rgandan keyin men xolisona aytaman, 24-patokimizda ekan, shu 7 ta choyxonachi o'qishganda, mana 31-patokka keladigan bo'lsak, 5 ta, 6 ta klinikadan vakillar kelib o'qishyapti. Yana boshqasida tikuvchilar ko'payib ketib qoladi. Yana bittasida mebelchilarmidi? 4 talar mebelchi, 5 talar mebelchilar bitta joyda o'qishyapti. Nega internet orqali savdoni eng katta bitta plyusini aytib ketaman sizga. Buni Hilol opa pardachi aytibdilar. Sizga mijoz kerakmi desam, o'zim mijozlarim talaygina, lekin Instagramdan kelgan mijozni men qadrlayman debdilar. Nega desam, birinchidan begona odam kelyapti Instagramdan. Ikkinchidan qancha narx belgilasam, internetda meni ko'rib, mutaxassis sifatida tan olib murojaat qilgandan so'ng narxlarimni juda chiroyli, o'rinli va asosli deb qabul qilyapti. Ya'ni qimmatroq sota olyapman internetdagilarga, Instagram orqali kelganlarga debdilar. O'zingizda mijozlar ba'zingizcha shuncha yil yiqqaningiz ham, ular ham zo'r debdilar, faqat ularning ichida qarzlar ko'p, tanish bilishlar ko'p, keyin beraman, boshqa qilaman deydiganlar ko'p. Instagramda jivoy obunachi va jivoy naqdga ishlaydigan mijozlar bor ekan deb aytadilar. Bu plyuslari. Endi tanganing ikkinchi tomoni. Kimdir auditoriyamizda bo'lishi mumkin, umuman hech qaysi kasb bilan shug'ullanmaydi yoki maktab o'quvchisi, talaba, farqi yo'q, yoki qaysidir kasbda ishlayapti-yu, bu yo'nalishga, bu yangi hunarga, zamonaviy kasbga qiziqibroq, lekin ikkilanib boqyapti. Mana sizlarga ham aytadigan gapim bor. Hozir siz internet orqali kuzatyapsiz. Balki kimlardir Ilmtownni 1 yil, 2 yil, 2,5 yildan beri obunachi sifatida qarab, nima qilishyapti bular deb mulohaza qilib yurgan bo'lishi mumkin. Va o'ziga o'zi savol bergan. Menda ham o'xsharmikan? Mana bu yosh kattasi ham o'qiyotibdi. Misol 58 yoshlilar ham bor-da. Yoshgina 13-14 yoshlilar ham o'qiyotibdi. Men eplolarmikinman degan savol sizda bo'lishi mumkin va sizdagi qo'rquvlarni taxminan sanab ko'raman. Men ham syomka montaj qilsam o'xsharmikan? Yoki shunchaki zo'r syomka qildim, kreativ ishladim, u orqali qanday pul topaman men? O'zidan o'zi Instagram pul beraman, Telegram pul beradimi degan xayollar bo'lishi mumkin. Yoki aytaylik, men hammasini ham o'rgandim, menda yaxshi o'xshadi deydi. Buyurtma ola olmasamchi? Qayerdan olaman buyurtmani degan savollarga mana shu videoda xaritani chizib chiqamiz. Qanday qilib tadbirkorlar biznesida savdosini oshirishi mumkin? Qanday qilib kasbini o'zgartirmoqchi bo'lganlar yoki umuman o'quvchi talabalar bu yangi kasbni, hunarni o'rganib daromadga chiqishi mumkin. Ya'ni $500 shogirdlarimiz nechga chiqqan? 1,5 minggacha bor. Jizzax sharoitini o'zida o'quvchilarimiz $1,5 gacha oyiga daromad ko'rganlari bor. Men har oy shunaqa demayman. Men har oy shunaqa deb sizni ishontirmoqchi emasman. Birda unday, birda bunday bo'lishi mumkin, lekin fakt o'sha oyda o'shancha summani topish imkoniyati bor. Xush kelibsiz. Siz bilan bugun pul haqida, o'sish va rivojlanish haqida gaplashamiz. Xullas, endi boshlamoqchi bo'lgan, bu kasbni o'rganib ishlamoqchi bo'lgan, ikkilanib yurayotganlarning aksariyatidagi muammo boshlashadi, bir hafta yuritishadi, undan keyin motivatsiya o'ladi, to'xtatib qo'yishadi. Xullas, yoki bo'lishi mumkin, daromad olishni xohlaysiz, lekin sizda ketma-ketlik yo'q. Ishni nimadan boshlashim kerak? Chunki men bilaman, Jizzax bozorida shunaqa zo'r mobilograflar bor, shunaqa zo'r ijodkorlar bor, lekin o'sha hunaridan biznes orqali foydalana olmaydi. Ya'ni monetizing, pul qila olmaydi. Bizni o'zimiz o'quvchilarimizga qarasangiz, mana oxirgi 32-patokmidi? Natijaga qaratilgan 32-patokda deyarli 50% ga yaqini o'zi buyurtma olib bo'lishdi. Vaholanki kurs hali tugamagan. Demoqchi bo'lganim, masala sizda emas, masala tizimda. Ya'ni ketma-ketlikda qaysi ishni qachon
to'g'ri bajarsangizgina o'sha daromadga o'tishingiz mumkin. Mana shuni sizga xarita sifatida ketma-ketlikda chizib berishni o'zimga lozim deb bildim. O'zi bizda mulohaza bo'lganda, nega hali ishsiz, shu yo'nalishni o'zimga kasb deb olsammikin deganlar va tadbirkorlar qatlamini birlashtirdik degan mulohazalar bo'ldi. Menejerimiz ikkalasini ajrataylik deyishdi. Men yo'q dedim. Nega? Sababini tushuntirib beraman. Bizning kursimizda tadbirkorlar o'qishgan, ya'ni o'zlarining bizneslari bor, lekin mobilografiyaning SMMda o'zlarini mana shu tadbirkorliklarni, sotuvlarni oshirish uchun o'rganishdi va shunaqa zo'r o'rganishdiki, ham bizneslari o'sdi, ham tashqaridan buyurtma tushsa olib, boshqalarga ham xizmat ko'rsatib, qo'shimcha 200-300 dollargacha daromad qilishdi. Ortiqcha summa hech kimga zarar qilmaydi. Shuning uchun ham ikkalasini birlashtirdik va men sizga hozir ketma-ketlikni aynan mobilografiya va SMM kasbini tanlab 2026-yilda daromad ko'rmoqchi bo'lganlarga xaritasini chizishni boshlayman. Birinchi bosqich umuman istalgan yo'nalishda siz mutaxassislik, biznes yoki o'sha qobiliyatni aniqlab olishingiz kerak. Biz yo'nalishimizda ikkilanmaymiz. Aniq. Mobilografiya, SMM, target, umumiy ijtimoiy tarmoq orqali faoliyat yuritish qobiliyatini tanladik va mana shuni o'rganish bosqichiga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishingiz o'rganing. Xoh uni YouTubedan qidirib izlang, xoh tanishingiz bo'lsin, xoh tanishingiz, xoh o'rtog'ingiz yoki xoh kurslarga boring. Birinchi masala o'shani ilmini o'rganing. Va o'rganish jarayonida hali tugatmang demayman, hali tugating demayman. O'rganish jarayonida bir haftani o'zida, bir haftani o'zida, 2 haftani o'zida o'sha o'rgangan qobiliyatlaringizni amalda sinab test qilishga o'ting. Bizning yo'nalishimizda qanaqa bo'ladi? Falonchi mobilograf, tugunchi SMMchi degan sahifa ochish orqali o'rgangan ilmlaringizni, mobilografiyadagi ko'nikmalaringizni video kontentlar tayyorlash orqali birlamchi etapda 30 kunlik challenge boshlaysiz. 30 kun o'zingizni mutaxassis sifatida videolaringizni joylab borasiz. Qilgan ishlaringiz, videolaringiz kimga qanaqadir naf keltirgan bo'lsangiz, o'shani yoritib borasiz ijtimoiy tarmoqda. Ishontirib aytaman, o'sha 30 kunning ichida sizga buyurtma tushishni boshlaydi. 34-potokka hozir dars beradigan bo'lsak, bir hafta o'tdi, videosini agar chiqarishga ulgurgan bo'lsa, bu videoga qo'shib yoramiz. Ikkita 15-16 yoshar bolachalarimiz o'zi 200 dollardan 2 million so'mdan o'zi buyurtma olib olishdi. Hali 30 kunlik challenge oxiriga yetgani yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganim, birinchi qadam tanladik kasbni va amaliyot qilishni boshladik. 30 kun bo'lmasa 50 kunlik challenge. 50 kun har kuni o'zingizning sohangizdan kelib chiqqan holatda videolarni joylab borasiz. Bu nima? O'zimdan o'zim har xil videolar qo'yganim bilan meni topadimi desa, bu portfolio, social proof deydi. Ya'ni sizga buyurtma bermoqchi bo'lgan odam avval sizni ishlaringiz bilan tanishishi kerak. Restorandan farqli o'laroq bizda ishimizni ijtimoiy tarmoq orqali ko'rsatish imkoniyati bor. Ya'ni restorandagilar o'ylashi mumkin, meni ovqatimni tatib ko'rmagunicha baho bera olmaydi deb. Lekin ijtimoiy tarmoq orqali o'sha padachani, ya'ni uzatmani, ovqatlarni, somsani, shashlikni chiroyli ko'rsatsa, sochini bo'lib ishtahani ochsa, insonlarni borib yeb ko'rish ehtimoli baland bo'lgani kabi, biz ishimizda ham chiroyli videolarimizni joylab borsak, bizda portfolio yig'ib boriladi. Ya'ni sizni mutaxassis sifatida shu ishni rostdan ham eplay olishingizni isbotlaydigan profil, blog hosil bo'ladi va biz keyingi bosqich, ya'ni 4-bosqichda mijoz topishga o'tamiz. Buni ketma-ketligini ochiq hozir tushuntirib beradigan bo'lsam, 1 soat, 2 soat ham yetmay qoladi. Kursimizda batafsil tushuntirganmiz. Ya'ni qanaqa qilib mijozni oldiga borasiz, qanaqa qilib uni o'zingizni xizmatingizga ko'ndira olasiz. Men bitta narsani aytaman, bizning sferamizdagi eng ko'p uchraydigan narsa ishonch. Agarda siz borib tadbirkor bilan gaplashib, aytgan vaqtingizda, misol uchun 12 ta kontentga shartnoma tuzdingiz. O'sha 12 ta kontentni haftani 3 kunida davomiy suratda berib boraman deb aytsangiz va o'sha muddatda ulgurib topshirsangiz, siz ishonavering, shu 100 tadan 10 talikka kirasiz. Ya'ni bu kuchlilik degani. Hozirgi kunda omonatdorlik, gapiga javob berish juda ham muhim bo'lib qoldi. Nafaqat biz sohada, boshqa sohalarda ham, to'g'rimi? Va'dangizga javob berishni boshlasangiz, siz bitta yuqori pog'onada bo'lasiz. Buyurtmalar ketma-ketligidan o'zingiz ham charchab qolishingiz mumkin agar jamoa qilmasangiz. Keyingi etapda, ya'ni bitta buyurtma oldingiz, ikkita buyurtma oldingiz, jamoa qilsangiz bo'ladi yoki men eplashda
ozroq qo'rqayapman o'zimga, ya'ni men o'zimga ishonchim biroz kam, buyurtma olishga qo'rqayapman desangiz, shunaqa shogirdlarimiz bor. Ularga biz darhol maslahat beramiz. Yoningizdagi kursdoshingiz bilan ikkitalashib, uchtalashib bitta jamoa bo'ling. O'sha $300 yoki $200 uchtalashib bo'lib oling, mayli boshiga. Lekin tajribangiz oshadi. Undan keyin alohida bo'lib freelance sifatida buyurtma olsangiz bo'ladi. Men sizga nega $500 gacha deyapman? Undan u yog'ini ham topsa bo'ladi, lekin Jizzax sharoitida bu o'ta real raqamlar. Hozir shogirdlarimiz hali kursni bitirmasdan turib $200 ga bitta biznes profilini, ya'ni qaysidir tadbirkorni o'sha biznesini yuritib beradigan ijtimoiy tarmog'ini $200 dan olishyapti. Hali bitirmasdan turib. Bitirganlari $700-750 gacha olganlarini eshitdik. Bu Jizzax bozori. Endi bizga keladigan bo'lsak, ustoz sifatida Jizzaxda rekordni urganmiz. $2900 da oyiga ishlaganmiz. Qaysi kompaniyaligini aytmayman. Bunga endi tajriba kerak, ishonch kerak, beriladigan va'da kerak. Ya'ni men shu ishingizni, shu og'rig'ingizni hal qilib beraman. Shuning uchun meni xizmat haqim nisbatan qimmatroq deyish mumkin. Lekin men sizga va'da berayotgani hali eng boshlang'ich bosqichda. Agar juda ham o'ziga ishonchi kam bo'lganlarga aytaman, $100 dan bo'lsa ham xizmat qil. Agar $100 desangiz, hozir Jizzax bozorida o'ynab kulib sizni ishga olishadi. Nega? Chunki $100 ga yaxshi ishchi yo'q hozir. Ya'ni endi boshlayotganlarni $100 ga olishyapti. O'sha $100 dan 5 ta buyurtma olib ishlash mumkinmi? Imkoniyatim, kuchim yetadimi desa, bemalol yetadi. Uni biz kursimizda shunaqa bosqichlab tushuntirib berganmizki, nima deydi, amal qilsangiz bo'ldi. Ovqatni ketma-ketlik chizib berilgan, o'shalarni bir-biriga qo'shib, aralashtirib, pishirib yuborish kerak xolos. Xullas, 2026-yilda $500 proyekt olib ishlash SMM va mobilografiya yo'nalishi juda ham oson. Faqat mana shu ketma-ketlikda o'zingizga va'da bergan holatda ishlab ko'ring. Natijani ko'rasiz. Endi tadbirkorlarga to'xtalamiz. Siz bu videoni ko'ryapsizmi? Demak, siz zamonaviy kasbga, ijtimoiy tarmoqning kuchiga o'zi ishonib bo'lgansiz yoki kamida ishonish uchun videoni ko'ryapsiz. Tabriklayman, chunki bozorda hali tiqilib yotibdi, bir tiyinlik foydasi yo'q deydiganlar. Lekin o'shanaqalarni ham aksari 1 yil o'tib, 1,5 yil o'tib kelib o'zimizdan yo maslahat olishdi yoki kurslarimizga yozib o'qishga majbur bo'lishdi. Nega? Eng katta ta'sir ko'rsatadigan narsa, o'zingizlar tan olinglar, tadbirkor sifatida men ham tan olaman. Hamma qilsa, mayli, hamma qilaversa, meni ishim yo'q deb o'tirishimiz mumkin. Lekin yonimizdagi raqobatchimiz media orqali zo'r ish yuritib, savdosini oshirsa, o'shanda chida olmaymiz. O'shanda biz ham qaysidir ma'noda paytog'imizga qurt tushadi-da, pitirlab qolib, mana nimadir qilishim kerakga o'tib qolamiz. Shuning uchun raqobatchingiz o'tib ketishini kutib o'tirmang, boshlash kerak. Ijtimoiy tarmoq yuritmaydiganlar yoki yuritib to'xtatib qo'yganlar, men sizga ba'zi bir keyslarni aytaman. Jizzax sharoitida fitness klub bor edi. Biz bir oygina ijtimoiy tarmoq orqali ularni SMMini yuritib berdik. 10 dan 12 dan video qo'yganmiz xolos. Va savdolari, misol 60 ta edi, o'sha paytda audiolari ham turibdi o'sha gaplari. 60 tagina o'sha foydalanuvchi sportchilar, ayollar kelib shug'ullanishardi. Bir oydan keyin 180 taga ko'tarildi. Ko'ryapsiz, 3x oshyapti savdolari. Yoki uy qurilishidagi Jamshid videolari rosa chiqdi. Ular uy sotadilar. Ya'ni biz bergan ilmlardan ko'nikib yoki ijtimoiy tarmoqdan foydalanib, uylarini bir kun, 2 kunda $40,000 savdolarni, $80,000 savdolarni 2-3 kunda qilyaptilar. Nega? Nimadan? Ijtimoiy tarmoq orqali. Hozir hech kim qaysidir bozorga borib uy sotib olmayapti. Qaysidir joyga borib qarab, keyin ko'rib sotib olmayapti. Ijtimoiy tarmoq bor, internet bor. Mana shu bizning taomnomamiz, mana shu bizning menyuyimiz. Internet orqali siz agar chiroyli taklif bera olsangizgina savdolaringiz oshadi. 2026-yilda tadbirkor o'laroq savdoyimizni karrasiga oshirish uchun ba'zi bir yo'l yo'riqlar xaritani ko'rib chiqamiz. Agarda sizni byudjetingiz birozgina cheklangan bo'lsa, maslahat beraman, o'zingiz yuriting. Instagramda oling, har qanaqa video bo'lsa-da, ya'ni o'zingizni saviyasiga ko'tara oladigan, o'zingizni chegarangizda bo'lgan mavzularda biznesingizni olib chiqing. Masalan, aytaylik, siz tikuvchisiz. Har kuni o'sha tikish jarayonidagi videolaringizni qo'ying. Har kuni mijozni fikrini videoga olingda joylang. Pulli darslarimizda o'tiladigan bitta real case, eng zo'r sotadigan instrument bu mijozlarning fikri. Biz ilm taomga kiringda, har kuni bizda o'qib chiqqanlarning fikri qo'yiladi. Nega desa, hamma o'tiradi. Misol, men gapimga ishonmasligingiz mumkin siz. Voy, bu o'zini o'zi maqtab yotibdi-da, meni kursim zo'r deyapti-da deyishingiz mumkin. Lekin o'zingiz qatori kimdir kelib
o'qib, ilm olib, keyin biznesida sinab ko'rib, natija olgan bo'lsa, uni fikriga ko'proq ishonasiz. Shuning uchun ham siz xoh doktor bo'ling, siz xoh shifokor bo'ling, xoh tikuvchi bo'ling, xoh mebelchi bo'ling, eng katta instrument doim mijozingizning fikrini oling. Agarda u mijozingiz mashhurroq bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Chunki insonlar hozir kuchli mutaxassisdan ko'ra mashhur mutaxassis o'ziga yaqinroq olyapti, mashhurlarning gapiga kirib amal qilishyapti. Yana boshqa kontent turlaridan obzorlarni olishingiz mumkin. Har kuni mana bu mikrofonni sotyapsizmi? Har kuni mana shu mikrofonni, ertasi kuni gadjetingizni, keyingi kuni yana boshqasini ichidan ochib bering. U obzorning ichida yana kategoriyalar bor. Ya'ni test qilib ko'rish. Keling, bu mikrofonda sinab ko'ramiz. Qanaqa ovoz chiqyapti? Tiniqmi yoki xirami? Yoki test qilib ko'rish bo'lishi mumkin. Test qilib ko'rdik yoki solishtirish mumkin. Mana bu mikrofon zo'r yozadimi? Har ehtimolga qarshi bundaqa kichkinasidan ham olganmiz. Bu mikrofon yaxshi yozadimi? Ikkalasini solishtirish orqali yoki bu kompyuterni, bu mebelni tashab ko'ramiz, sindirib ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz, qanchagacha yetar ekan deb test orqali video kontentlar tayyorlang. O'sha sizga ham bundan oldingi SMMchi bo'lishni, mobilograf bo'lishni istaganlarga aytgan taklifimni beraman. 30 kun davomida yoki 50 kun davomida tinimsiz o'zingizni sohangizdan, biznesingizni yoritib beradigan mavzularda kontent qo'ying, inshaalloh savdolaringiz oshadi. Agarda savdo qiynaladigan bo'lsa, yana qo'shimcha instrument target. Sizni olaylik 1000 ta auditoriyangiz bo'lishi mumkin, 2000 ta auditoriyangiz bo'lishi mumkin, lekin target ayni sizni tovaringizni o'sha tovarga qiziquvchilar orasida yoyib berib, $10, $20, $40 Instagramga o'ziga to'lab ko'rsatish orqali, taklifingizni yetkazish orqali sotuv qilishingiz mumkin. Mana hozir o'zimizni olaylik. 300 mingdan ziyodroq auditoriyamiz bor Jizzaxda. O'ylashingiz mumkin, Ilmtownda kurslarni sotish uchun yoki xizmatlarini SMM agentlik sifatida sotish uchun bularga target kerak emasdir. Yo'q, biz ham tinimsiz target yoqamiz. Nega? Bizni bilmaydigan, bizni tanimaydigan, xizmatimizdan umuman xabarsiz bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Ularga yetib borgandagina sizning mahsulotingiz, sizning ta'rifingiz keyin sizlardan sotib oladi. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqda savdoni oshirmoqchimisiz? Yo'q, biznesingizni 2026-yilda karrasiga o'stirmoqchimisiz? Ijtimoiy tarmoqni, video kontentlarni o'zingizga mahkam tuting. Busiz iloji yo'q demayman, hammasi Allohdan. Sabablari. Chunki trendga chiqib boryapti. Qachonlardir televideniyadan, gazetadan ko'rib sotib olishgan bo'lsa, hozir hamma ijtimoiy tarmoqda, internetda o'tiribdi. Bitta keys aytib beraman. Janubiy Koreyada ishlab yurgan paytimiz bitta oziq-ovqat do'koniga ishchi bo'lib ko'rdim. Men go'sht kesardim, produktlarni tayyorlab sotardim va o'zimni qiziqishim soham bo'lgani uchun sahifa ochdik. Yangi Storling degan. Olasizlar hozir ham izlab kirsanglar turibdi Koreyadagi o'sha kompaniyamiz, do'konimiz. Va ochdik. Birinchi 3 oyda umuman sotuv qilmadik. Kompaniya 9 yillik kompaniya edi, o'zlarining klientlari bor. Shuning uchun menga unaqa jiddiy qarashmadi. Mayli qo'lingdan kelgancha yuritib turaverdi ishda. 3 oydan so'ng avgustda ochgan bo'lsak, sentyabrlarmi, oktyabrlarda taxminan iyunda ochgan bo'lsak, sentyabr yo oktyabr oylarida birinchi sotuv bo'ldi. Bayram qo'yganmiz. Internet orqali birinchi savdoni amalga oshirdik deb. Va sanab turing, bu yerda oktyabr turadigan bo'lsa, o'sha yili aprelning oxirlarida Ramazon oyi edi. Ramazon oyi aprel tugadi, rahbarlarimiz hisobotni ko'tarishdi va xursandchilik bilan aytishdi, birinchi marta meni 9 yillik mijozlar bazamni sotuvi bu yerda turib, internetdan qilingan savdo oshib ketdi dedi. 7 oyda bo'ladigan natija. Men sizga ishontirib aytaman. Bitta narsani hisobga olib qo'yasizda, bu blog biznesga o'xshash chaqaloqcha. Ya'ni biznes ham, yangi ochilgan blogerlik xizmati ham bu chaqaloq. Ya'ni endi tug'ilgan chaqaloqqa qani yur, nega yurmayapsan? Nega ovqat yemayapsan deya olmaysiz, to'g'rimi? Ozroq sabr qilasiz, boqasiz, parvarish qilasiz, u ulg'aygandan keyin sizga effekt olib kelishni boshlaydi. Istalgan rivojlangan biznes egalarining profiliga qarang. U xoh o'quv markazi bo'lsin, xoh restoran bo'lsin, xoh avtomobil yo'nalishidagi bloglar bo'lsin, hammasi hozir yetarlicha manfaat olib kelyapti. Hattoki biznes egalari o'zlarining yo'nalishlarini o'zgartirib, biznes bu yoqda qolib, blogerlik bilan shug'ullanib ketishyapti. Shunaqa xavfli kasb. Ya'ni sohangizni o'zgartirib borishingiz mumkin. Keladigan daromadni ko'rib.